Siz hali ham o'ylanib o'tiribsiz, ha? Keling, unda biz sizlarga Sankt-Peterburgda joylashgan nufuzli universitetlardan biri Sankt-Peterburg davlat temir yo'llari universitetini obzor qilib ko'rsatamiz. Tayyormisiz? Unda ketdik. Xo'p, mana do'stlar, universitetga ham kirib oldik. Bu fakultetimiz ekonomika va menejment fakulteti hisoblanadi. Bu temir yo'l universitetining eng bir ko'zga ko'ringan yo'nalishlaridan biri. Bu fakultetimizda 3 ta yo'nalish mavjud. Xo'p, birinchisi do'stlar, bu buxgalteriya yo'nalishi. Bu yo'nalishni bitirganingizdan so'ng nafaqat temir yo'li bo'yicha, balki boshqa sfera bo'yicha ham ishlashingiz mumkin. Ikkinchisi menejment. Bu sohani bitirganingizdan so'ng nafaqat imенно temir yo'lda, balki boshqa sferalarda ham ishlasangiz bo'ladi. Va nihoyat uchinchisi biznes logistika. Bu yo'nalishni bitirganingizdan so'ng nafaqat temir yo'lda tadqiqling, balki aeroportda ham ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, do'stlar, bu universitetda yana ko'plab yo'nalishlar mavjud. Agarda ta'lim borasida sizni qandaydir savol qiynayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali yoki Instagram sahifamiz orqali biz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Aytgancha, ishoning, afsuslanmaysiz.